tahajjud namozi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, odamlarimizdan savol tug'iladi. Tahajjud namozini o'qilish qonun-qoidalari qanaqa? Kechani qaysi qismida turib tahajjud namozini o'qishligimiz ma'qul? Uni rakatlarini adadi qanaqa? degan savollar tug'ilsa, Hazrati Oysha onamiz rivoyat qilib aytadilarki, janob payg'ambarimizning odat shariflari kechasi o'ringa yotganlarda niyat qilar ekanlar. Ya'ni o'ringa yotganinglarda niyat qilinglar, Parvardigor, tanamda jonimni omon qilgin, g'aflatdan o'zing qaytargin. Bugun turib kechani bir qismida tahajjud namozini o'qishni menga nasib etgin deb niyat qilish kerak ekan. Bordiku niyat qilib o'ringa yotdingiz, lekin uyqu g'olib kelib uxlab qoldingiz. Uxlab qolganingizdan keyin mana shu namozni ado eta olmasangiz ham qilgan niyatingiz fazilatidan nomai a'molingizga tahajjud namoziga turgan odamning savobi yozilar ekan. Uxlab qolganingiz Alloh tomonidan sadaqa bo'lar ekan.